Salom hurmatli o'quvchilar, bu darsimizda naturallik usullaridan o'rganishamiz. Birinchi dastlab tushunchamiz raqam tushunchasi qilamizda. Raqamlar jami 10 matematikada nechta raqam bor ekan jami 10 ta raqam bo'ladi. Bular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Bular raqamlar. Jami nechta raqam bor ekan? 10 ta raqam bor. Raqamdan keyin tushunchamiz son tushunchasi. Biz sanashda nima deymiz? O'quvchilar sanatganda bitta o'quvchi, ikkita o'quvchi, uchta o'quvchi sanaymiz yoki damazlar soni. Bitta damaz, ikkita damaz, uchta damaz yoki partalar, bitta parta, ikkita parta, uchta parta yoki doska. Nechta doska borsa, ikkita doska bor deyishimiz mumkin. Sinfxonada yoki 10 ta stul bor, 15 ta shkaf bor deyishimiz mumkin. Ular nima ekan? Son deyiladi ekan. Sonlardan yordamlansa ekanmizda raqamlar yordamida. Keyin tushunma ekanmizda raqamdan keyin son tushunchasi. Son 324 bo'lishi mumkin, 185 bo'lishi mumkin yoki 672 bo'lishi mumkin. Mana shu ko'rinishdagi sonlar bo'lishi mumkin. Bular nima ekanmizda son deyiladi ekan. Birinchi sonimizda nechta xonasi bor? 3 ta xonasi bor. Raqamlar soni nechta? 3 ta. 3 ta raqam yordamida esa nima bo'lar ekan? 3 xonasi son bo'ladi. Keyingisi nechta xonasi son? 3 xonasi son. Chunki raqamlar soni 3 ta bo'lgan. Bunisida nechta xona? 3 ta xona. Raqamlar soni nechta? 3 ta bo'lgan. Bunisida nechta xona? 5 ta. 5 xonali son deyiladi. Raqamlar soni nechta? Chunki bunda 5 ta bo'lgan. Xo'p. Kimlarga tushunchalar sanaydi? Natural son. Natural son nima degan bo'lsa, sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Biz sanayapmiz. Nima deymiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sanaymiz, to'g'rimi? Ixtiyorlar sanab ko'rganmiz. Sinfimizdagi o'quvchilar sanaganmiz. Yoki bog'chadagi bolalar sanab ko'rganmiz o'zimizda, to'g'rimi? Bu narsa nima ekanmiz? Natural sonlar deyiladi. Natural sonlar nechta bo'lishi ekan? Birdan boshlanadi. Keyin nima bo'ladi? Eng katta son natural son necha bo'lishi mumkin? Eng katta natural son necha? Cheksiz turadi. Eng katta natural son demak nima ekan? Topilmagan ham cheksiz bo'ladi. Natural sonlar cheksiz bo'ladi biz. Boshlaylik. Natural son necha bo'lishi mumkin birinchi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va hokazo nima qilishi mumkin? Ketishi mumkin. Natural sonlar cheksiz bo'lar ekan va nima qilar ekan? Sanashda ishlatiladigan sonlar natural son deyiladi ekan. Bular nima ekanimizda bor? Natural sonlar. Ana endi keyingisi natural sonlar ikki turga bo'linadi. Toq sonlar va juz sonlar. Juz sonlarning foydasi 2 ga karal bo'lgan son juz son deyiladi. Toq sonning foydasi nimasi? 2 ga bo'linmaydigan son toq son bo'ladi. Boshladik. Natural sonlarda 2 ga bo'linmaydiganlar qaysilar? 1, undan esa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 va hokazo ketishi mumkin. Bu qanaqa sonlar ekan? Toq sonlar deyiladi. Toq sondan keyingisi endi juz sonlar. 2 ga karal bo'lgan sonlar juz son deyiladi. Birinchi son necha 2 karal bo'lgan son? Natural sonlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 va hokazo ketishi mumkin. Bu qanaqa sonlar ekan? Juft sonlar deyiladi. Natural son, juft son bo'ldi. Ana endi bundan keyin tushunchalarimiz tub va murakkab sonlar. Natural sonlar tub sonlarga bo'linadi, murakkab sonlarga bo'linadi. Tub sonlar esa faqat o'ziga birga bo'linadigan sonlar tub son deyiladi. Bo'luvchilar soni ikkita bo'lsa nima ekan? Tub son deyiladi. Birinchi yozib olyapmiz qarang. 1 deb yozib olyapmiz. 1 ta bo'luvchilar soni nechta? Bitta. O'zi 1, bo'luvchisi ham 1, lekin nechta bo'lgan bo'luvchisi? Bitta. 1 bo'lgan uchun birimiz tub son ham emas, murakkab son ham emas. Tushunib qoladimiz. 2 nechaga bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Shuning uchun qanaqa son? Tub son. Keyingisi 3 ga yozyapman. Nechaga bo'linadi? 1 ga 3 ga. Demak, bu tub son. Keyingisi 4. Nechaga bo'lyapti? 1 ga, 2 ga, 4 ga. Bu qanaqa son? Murakkab son bo'lib qolyapti. Keyingisi 5. 1 ga va 5 ga bo'linadi. Bu qanaqa? Tub son. 6. Bo'luvchilar necha? 1, 2, 3 va 6 bo'lgan uchun murakkab son bo'ladi. Tub sondan chiqib qoladi qatoridan. Keyingi tub sonlar yozyapmiz. 7, 11, 13, 17, 19 va hokazo davom etishi mumkin. Bu qanaqa sonlar ekan?
tub sonlar deyilar ekan. Demak, bo'luvchilar soni faqat ikkita bo'lgan son tub son deyilar ekan. Bundan keyingi sonlarimiz murakkab sonlar. Boshlaylik. Bir bo'luvchilar soni nechta deydi? Bitta bo'lgani uchun tub son ham emas, murakkab son ham emas. O'tib ketib qoldi. Ikkini yozyapman. Ikki qanaqa son edi? Tub son edi. 3 ni yozyapman. Tub son edi. Ana endi 4. 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Bu qanaqa son? Murakkab son bo'ladi. Ana endi 5-chi, 5chi. Bu 5 ham tub soni ichiga ketib qoldi. 6 ni yozyapman. Necha bo'linadi? 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga. Bo'luvchilar soni 4 ta bo'lgani uchun qanaqa son? Murakkab son. Murakkab son foydasi bo'luvchilar soni ikkita ko'p bo'lgan har qanday son murakkab son deyiladi. Xo'pmi? Natural sonlar. Xo'p, ana endi bundan keyingisi 8 keladi. 9, 10 nechi keyin? 12, 14, 15 va hokazo davom etishi mumkin. Bu qanaqa son ekan? Murakkab son deyiladi. Murakkab son. Ana endi keyingisi tushunchamiz butun sonlar. Butun son nima desa, natural sonlar bo'ladi. Ular qarama-qarshi sonlar, ya'ni minuslar bo'ladi, o'rta noldan bo'ladi. Biz misol uchun qarz bo'layotgan bo'lsa biz nimadamiz? Minusdamiz, to'g'rimi? O'sha minus son to'lashni nima kerak ekanmizki, butun sonlar kerak ekan. Pulimiz bo'lsa, plyusdamiz, uni natural sonlar sanayapmiz. Bunda ikki va pulimizda bitta pulga pulimiz 1000, 2000, 3000 sanaymiz pulimizni. Bu natural son ko'ramiz. O'rtada nima bo'larkan? Pulimiz yo'q bo'lishi mumkin. 0. Xulosa, natural son, butun sonlar, natural sonlar oladi. Ular qarama-qarshi sonlar, o'rtada nima bo'lar ekan? 0 ham bo'lar ekan. Misol uchun mana -7, -6, -5, nechi? -4, -3, -2, -1, 0, nechi? 1, 2, 3, 4, 5. Va hokazo davom etadi. Bular qanaqa sonlar ekan? Butun sonlar deyiladi. Butun son. O'tirganlar bo'yicha savol borsa, butun sonlar minus chekizlikdan plyus chekizlikka chiqadimi? Minus chekizlikdan plyus chekizlikka oladi desak, hozir haqiqiy son bo'ladi. Biz nimaligimizda butun sonlarni natural sonlar oladi deymiz. Ular qarama-qarshi sonlar, o'rta 0 deb olamiz. U minus chekizlikdan plyus chekizlikkacha bo'lishi to'g'ri. Lekin shu natural songa e'tibor berishda minus 1/4 kelmasligi kerak, minus 3/4 4 emaslik kerak. Bu o'quvchilar adashib qoladi. Minus 4,5 haqiqiy son, butun son emas. Lekin minus qanaqa son? Butun son. Natural sonlarni eslab qolamiz, qarama-qarshi o'tib bo'ladi. Bu qanaqa son ekan? Butun son deyiladi. Hamma tushuncha bo'ldimi? Yozib oling. Keyingi tushunchamiz o'quvchilar sonlarni qo'shish va ayirish. Sonlarni qo'shayotganimizni, ayirayotganimizni ular ishorasiga qaraymiz. Agar ularning ishorasi bir xil bo'lgan bo'lsa, qo'shaveramiz. Agar har xil bo'lsa nima qilamiz? Ayiraveramiz. Ana endi nima bo'lyapti o'zimiz bilan. 8 qo'shilgan 7. Ishorasi bir xilmi, har xilmi bo'lyapti. Musbat son va musbat son. Nima bo'lyapti demakmi? Ikki ishorasi bilan qo'shaman. 8 ga 7, 15. Ikkalasida ishora bor. Plyus. Shuni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Plyus yozishlar shartda chunki musbat turib tasavvur qiladi, musbat son bo'lgani uchun. Buni oldin plyus turibdi. Ishora nima bo'lyapti? Musbat yozish shart emas. Plyus so'ngga yozishlar. Keyingisi 9 ga qo'shyapmiz 27 ni. Javob 36 bo'ladi. Chunki ishoralari buniki bir xil bo'lgani uchun. Ana endi yozyapmiz. -8 u -5. Ishoralar bir xilmi, har xilmi? Qo'shaveramiz. 8 ga 5. 13 bo'ladi. Ikkovda bor ishora nima? -4 qo'yamiz, bu javob chiqadi. Keyin esa -7, -42. Ishora bir xilmi, har xilmi ikkalasida. Bir xil bo'lgani uchun qo'shaman. 7 ga 42. 49 bo'lar ishorasi oldida minus bo'ladi deymiz. Ana endi keyingi tushunchaga o'tyapmiz, qaranglar. Agar -8 qo'shilgan 5 bo'lsa-chi, bular ishoralar bir xilmi, har xilmi? Har xil bo'lgan paytda nima qilamizmi? Ayiraveramiz. Kattadan kichkinasi. 8 ayiraman 5 da -3 bo'ladi. Kattasi ishorasi qo'yiladi. Nima turibdi? Minus yoziladi. Keyingisi -22 qo'shilgan necha bo'lyapti? 47. Ishora bir xilmi, har xilmi? Ayiraveramiz. Kattasi 47 dan ayirayotgan 20. Necha chiqadi javob? 27 bo'ladi. Endi kattasi ishorasini bizda bor. Plyusni yozishimiz shart emas. Musbat 27 chiqaramiz. -64 qo'shilgan 100 bo'lyapti. Ishora bir xilmi, har xilmi? Ayiramiz. Nima bo'ladi shunda? 36. Ishorachi kattasiniki. Musbat bo'lar ekan. Ana endi agar -100 qo'shilgan 74 bo'lsa-chi?
ishoralar haq bo'lgancha ayiramiz. Nechidan javob? 26 bo'ladi. Katta ishorasi mana minus qo'yiladi. Bu sonlarni nima qilish ekan? Qo'shish va ayirish. Sonlarni nima qilish ekan? Qo'shish va ayirish. Ana bundan keyingisi qaysi? Ko'paytirish, bo'lish. Hamisha qaranglar. Musbat sonni ko'paytiradigan bo'lsak, musbat songa javob nima chiqadi? Musbat chiqadi. Keyingisi, manfiy sonni ko'paytiradigan bo'lsa, manfiy songa ishora musbat chiqadi. Tasavvur qiling, uni ikkita a'lo o'quvchida pozitiv insonlar ikkalasi nima bilan o'rtoq bo'lib ketadi, musbat chiqadi. Sherib ketadi bular o'rtasida farqida. Lekin bunisiga buni bitta qalin o'quvchi, bitta qalin o'quvchi, lekin u hamisha kelishaveradi o'tirganlar farqida. Bular o'z-o'zidan do'stsiz qoladi, to'g'rimi? Ikkita negativga kelishib ketaveradi. Lekin qaranglar, bitta a'lochi dangas o'quvchi o'tkazib qo'yapti. Lekin u kelisham o'tirgan stolda. Urushib qoladi ular. Qachon to'g'rimi? Ularning yana ko'mak ishorasi minus bo'ladi. Ikkalasi naqad kelishalmaydi. Mana minus bilan qora, yengib boradi. Dangasa portadi, to'g'rimi? Ochilmaydi. Gaplashadi o'tirgan partada. Keyingisi minus ko'paytiryapmiz plyusga. Bu yerda nima bo'ladi? Minus bo'ladi javobimiz. Xulosa, agar ishoralarni bir ko'paytirgan paytimizda ikkita musbat va ikkita manfiy bo'lganda ko'paytirmasdan chiqar ekan, hamisha musbat chiqar ekan. Lekin musbatni manfiy bo'lsa nima bo'lar ekan? Ko'paytirganimizda ishora manfiy bo'lib ketadi deymiz. Misol uchun yozyapman qarang. 6 ko'paytirilgan 6. Nechta chiqadi javob? 36. Ishorasi ikkalasidan musbat bo'lgani uchun plyus qilyapti. Minus 4 ga ko'paytiryapmiz, minus 5 ga. 5 ga necha bo'ladi? 20 yozib o'rganamiz. Minus ga minus nima bo'ladi? Plyus. Plyusni yozmasak ham bo'ladi, shart emas. Keyingisi minus 6 ni ko'paytiryapmiz 8 ga. 6 ga 8, 48 yozib olamiz. Plyus ga minus nima edi boya? Minus bo'ladi. Minus 8 chiqargan javob. 7 ko'paytirilgan minus 9. Necha bo'ladi javobimiz? 63 bo'ladi. Ishorasi minusda bo'ladi. Bu sonlarni nima qilish ekan? Qo'shish, ayirish, ko'paytirib, bo'lish. Bo'lishlar bir xil. Xuddi nimaga o'xshaydi ekan? Ko'paytirishlar bir xil. Agar musbat son bo'lsalar, musbat songa nima chiqadi javobimiz? Musbat chiqadi. Manfiy son bo'lsa nimaga? Manfiy songa nima chiqadi ishoramiz? Musbat chiqadi deymiz. Keyingisi musbat bo'lsa-chi manfiy songa? Ishora manfiy chiqadi. Manfiy bo'lsa-chi musbatga? Ishorasi manfiy chiqadi deymiz. Minus 8 bo'lingan 4. 8 4 bo'lsa necha bo'ladi? 2 ishorasi minus bo'ladi deymiz. Keyingisi minus 8 ni bo'lyapman minus 2 ga. Va buni minuslar nima bo'ladi? Ikkalasi plyus bo'lib ketadi. Demak nechidan 8 ga bo'lsam javob 4 ga teng degan javob chiqadi. Sonlar qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lish bo'yicha savollar bormi? Yozinglar. Keyingi qaranglar, o'rgangan tushunchalarimiz o'sha normal ifodalar qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lish. Birinchi tushunchamiz qaranglar, A ga qo'shadigan bo'lsak, A nimaga teng bo'ladi deymiz? 2 ta A ga teng bo'ladi. 3 ta A ga qo'shyapman, 5 ta A ni. Tasavvur qiling, 3 ta olma, 5 ta olma. Jami nechta bo'ladi qo'limda? 8 ta olma bo'ladimi? Ya'ni 8 ta bo'ladi. Keyingisi 7 ta A ga qo'shyapsam, Firuzbek 9 ta A. Nima bo'ladi deymiz? 7 ga 9 qo'shsak 16 bo'ladi. Rondamga kelasi ham A. Keyingisi yozyapmiz. 5 A ni ko'paytirsam A ga. Nima bo'ladi deymiz endi? 2 A ga teng bo'ladimi? Yo'q, bu nima bo'ladi? A ni kvadrati bo'ladi. A ni kvadrati. A ni ko'paytirsak, A ni kvadratigacha A ni kub bo'ladi. Bu yerda darajada bor. Ko'paytirgan qo'shiladi degan xususlar bor. Ko'rsatish funksiyalari bilan lekin hozircha nazariy ko'rib ko'ramiz. Ulardan bizga kerak bo'lganlar. A ni to'g'risi ko'paytiryapmiz nimaga? A ni 6-siga. A darajasi yozamiz. 4 ga 6 qo'shsam 10-siga teng bo'ladi deymiz. Ana endi bizga misol beriladi. 2A qo'shilgan 3 ta ko'paytirildi. 3A qo'shilgan 5 ga esa ko'paytirish foydasi bor. Birinchi o'rinda qavsga ifodamiz bo'lgan bo'lsa, birinchi 2 ni ko'paytiramiz 1-siga. Bu 2 ni ko'paytiramiz nechiga? 5 ga deymiz. Yozyapmiz. 2 ta A ko'paytirilgan 3 ta A bo'ladi. O'rtada nima turibdi keyingisi? Plyus nima bo'lyapti? 2 ta A ko'paytirilgan 5 bor. Bunisi o'tyapman. 3 ni ko'paytiraman birinchi songa, 3 ni ko'paytiraman birinchi sonimizga. Yozyapmiz plyus
3 ko'paytirgan bo'lib qolyapti. 3 ta a bo'lyapti. Ana endi qaranglar. Plus karra plus nima bo'ladi hamisha? Plus bo'ladi. Shuni hisobini nima bo'lar ekan? Plus 3 karra 5 bo'lar ekan. Bu barobar nima bo'ladi javobni shunda kichikka bo'lsak 2 karra 3 6 a nima hisob qoladi? Kvadrat. Keyingisi 2 karra 5 qo'shilgan 10 ta a bo'ladi deymiz. 3 karra 3 qo'shilgan 9 ta a qo'shilgan nima bor keyin 15 ga teng. Bu barobar yozyapmiz. 6 a kvadratga sherik bormi hozir? Yo'q. Shuning uchun nima qilamiz? O'zi yoziladi. 6 a kvadrat qo'shilgan 10 a ga qo'shilgan 9 a ni 19 ta a bo'ladi deymiz. Qo'shilgan necha bor davomida? 15 ta o'zi. Bu nima ekan? Qavslarni ochish usuli. Yozib qo'yaylik. Misol yozyapmiz. Yana bitta 2 ta a minus 1 ko'paytiryapmiz. A plus 2 ga. Nima qilamiz birinchi? 2 ni ko'paytiramiz nimaga? A ga. 2 ni ko'paytiramiz inglizda 2 ga. Yozyapman. 2 ta a ko'paytirilgan a bo'ladi. Keyingisi 2 ni ko'paytiramiz nimaga? 2 ga. Mana 2 ni oldida ko'zga ko'rmagan plus turibdi. Buni oldida plus bor. Plus karra plus hamisha bo'ladiganmiz, plus bo'ladiganmiz. Qo'shilgan yozaveramiz. Qaranglar. 2 a karra necha bo'lyapti javobimiz? 2 bo'lyapti. Endi buni ko'rdim. Mana bu minus bor-ku. Ko'paytirganda buni oldida nima turibdi? Aslida ko'rinmayotgan. Plus bor. Minus karra plus nima bo'ladi? Minus bo'ladi, bo'ladi. Sen yozyapmiz. 1 karra a nima bo'ladi? A bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paytirganimizda. Keyingisi minus karra plusimiz nima bo'ladi? Minus bo'ladi. 1 karra 2 minus 2 ga teng. Barobar o'shagan bo'lsak, qaranglar. Birinchisi nima qoladi? 2 tani kvadrati. Keyingisi yozyapmiz. 2 karra 2 4a. Ayirgan nima bo'lyapti? A. Jami nima bo'lyapti? Qo'shilgan 3 ta a bo'lib qolyapti. Davomida turibdi minus 2. Bu qavslarni ochish usuli. Keyingisi qavsga olish. Qavsga olish usullari mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yozyapmiz. Misol uchun 7 ta a qo'shilgan 8 ta a bo'lgan bo'lsa, ikkalasida bir xil ifoda qaysi bor? A bor. O'shani yozib olamiz. Birinchisi nima bo'ladi bunda? 7 qoladi. Yana nima qoladi? 1 qoladi. O'rtada nima turibdi ishora? Plus 8 qo'shilsa bo'ladi. Keyingisi 6 ta a b kvadratiga qo'shyapmiz. 5 ta a b ni s bo'lsin. Yana endi bir xillari nima bor ichida? Birinchisi ikkalasi a bor. A ni yozamiz. Yana bir xil nima bor ifoda? Kichinasini yozamiz darajasini. Bu bir kattaroq. Kichinasi bo'lyapti, 1 ni yozamiz. Birinchisi nima bo'lyapti? 6 ni o'zi bor. 6 ta nima bor o'sha yerda? 1 bor. 1 qoldi. 1 topganmiz. Buni necha qoldi? Qo'shilgan 5 ta s ko'rinishda bo'ladi. Yana berish mumkin bizga 6 ta x y qo'shilgan 10 ta x y z kvadratda. Ana endi bularda bir necha bor? Bilachi? 6 2 karra 3 degani 10chi 5 karra 2 degani. Ikkovida bir xil nima bor ekan o'z-o'zidan? 2 bor ekan. 2 ni yozib oldim. Yana bir xil nima bor ikkalasida? X va y bor. Birinchisi nima bo'ladi ochib ketsam 3 qoladi. Qo'shilgan shergidachi 5 qoladi. Keyin nima qoladi? 5 ta z bo'ladi. Xo'p. Normal ifodalarni qo'shish, ayirish, qavslarni ochish bo'yicha savollar borsizlarda yozaveramiz. Axborotnoma savollarni ko'rib boshlaymiz. Birinchi savolimizda 26 karra 25 minus 25 karra 24 deyapti. Hokazo bo'lashlar deyapti. Buni kursga olmagan bolalar qiladi. Oddiy yo'li 26 karra 25 topadi. Bunisi nima qiladi? 25 karra 24 yozadi. Ularni ko'paytirib, qo'shib, ayirib, oxirida nima qiladi? Javob yozib beradi. Kursga borgan bola ozgina osonroq yozganga bo'lish kerak. Oson yo'l tanlasa, birinchi ifodaga qaraymiz. Ikkovida bir xil ifoda nima bor? Birinchi 25 bor. Shuncha qarasa bo'ladi deymiz. 25 qarasa, birinchi nima qoladi bunda? 26 bo'ladi. O'rtada nima turibdi ishora? Minus. Chekinchi qoladi 24. Ikkoviga qaraymiz. Bir xil ifoda nima bor? Ikkalasi son. Qo'shilgan 23 bor. 23 qilib olamiz. Birinchi songa qoladi 24. O'rtada nima turibdi? Minus 22. Minus nima turibdi? 12 ga 8. Uni ko'paytirilgan 8. Barobar. Shu degan bo'lsak qaranglar. 25 ko'paytirilgan. Aksini chiqarib oldi 2. Qo'shilgan. 23 ga necha bo'lishi kerak? 2.
Nomor davomida minus 12 gara 8 hali ham turibdi. Barobar, ishlikka bo'lsin. Ikkalasini nima bo'lsa? 2 ni chiqarib olamiz. Birinchisi 12 qoladi. 25 qo'shilgan 23. Minus 12 davomida 12 gara 8 barobar. Qo'shilgan bo'lsa necha bo'ladi? 48. 2 ko'paytirilgan 48 ayrilgan necha bo'lyapti? 12 ko'paytirilgan 8. Ana necha ekan bo'lsa, 8 kara 2 96 bo'ladi. Ayrilgan 12 kara 8 dan 96. Shunda javob bo'lar ekan 0 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimiz xuddi Bejobda Bejobga chiqargan. Ikkinchi misolimizga qaranglar. Nima deyapti chatida? 12 ayrilgan 6 bo'lingan 3, ikkinchi qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 4. Birinchi nima qiladi? Qo'shish, ayrish, ko'paytirish bo'lish yerda birinchi bo'lib olamiz, keyin ko'paytiramiz, qo'shishni bajaramiz, ko'paytiramiz. Yozyapmiz. 12 ayrilgan 6 3 ga bo'lsa 2 bo'ladi. Qo'shilgan 2 kara 4 8. Demak 12 da 2 etsa 10, qo'shilgan 8 gacha bo'ladi javobimiz 18 ga teng bo'ladi. Ajab turibdimi? 18 ga javob sajab chiqadi. Xo'p. Qolgan misollar xuddi shunga o'xshash bo'lyapti. Regressiya qilyapti o'zlaringga. Endi sizlarga qo'l beraylik-da. 9-ni qo'l beraman. Xuddi qolganlar shunga o'xshash, shu regressiya qilyapti. 9 da 27 ko'paytirilgan 23. Keyingisi nima deyapti? Minus 24 ko'paytirilgan 23. Keyingi qolamiz. 19. Plus 26 ko'paytirilgan 19. Keyingisi nima bo'lyapti? Minus 18 19. Keyingisi plus 17 kara 11. Bundan keyinchi minus 14 ko'paytirilgan 11. Ana endi qaranglar, hammasi bir chiqarsa bo'lar nima bor hisob? Birinchisi 23 chiqaryapman. Birinchisi nima qoladi? 27. Ayrilgan sherigidagi 24. To'g'rimi? Keyingisi o'tyapti. Ikkovida bir xil ifoda nima bor? Qo'shilgan 19 chiqarib olamiz. Nima qoladi birinchisida? 26. Ayrilgan 18. Keyingisi o'tyapmiz. Ikkovida bir xil ifoda nima bor? Qo'shilgan 11 chiqarib olamiz. Birinchisida 17, ayrilgan 14. Barobar bo'lishadigan bo'lsa, qaranglar. 23 ta ko'paytirilgan bo'lyapti. Xo'p, qaysi necha bo'ladi? 27 ga esa 3. Qo'shilgan 19 ga nima qolyapti? 21 dan 18 ketsa 3. Qo'shilgan 11 ga nima qolyapti yana ifoda? 3. Barobar. Hammasida nima bor? 3 chiqarib olamiz. Birinchisi nima qoladi unda? 23 qo'shilgan 19, qo'shilgan oxirida necha bor? 11 bor. 11 ga 19 qo'shsam 30, 30 23, 53. 3 ko'paytirilgan 53. Demak, 3 kara 3 9 bo'ladi. 3 kara 5 15 javob bo'ladi. 159. Qancha javob turibdi? Qaysi javob 159? Bajobga chiqadi. Savol bor misollar bo'yicha? Yaxshi yozib olamiz. 11-chi misolimizda aytyapti. 45815 gara 45818 minus 45814 gara 45816. Buni oddiy yo'lda nima qilamiz? Birinchi bir ko'paytiramiz bunga. Bo'lgan ko'paytirib nima qilamiz? Ayirib olamiz. Lekin bu murakkabroq bo'ladi, ozgina vaqt oladi. Shuning uchun nima qilamiz endi biz sonlarni belgilashni o'rganamiz. Bu yerda eng kichik holat qaysi? Ichida 45814. 45814 barobar shuni qilay endi. A'ni belgilab olamiz. Unda buni qilamiz. Birinchi qilamiz. A plus 1 ko'paytirilgan narigida nima qolyapti? A plus necha bo'ladi? 4 minus bu ifoda nimaga teng edi? A ko'paytirilgan nima bo'lyapti sherigi? A plus 2 ga teng bo'ladi. Barobar ishlayapmiz. Ifoda olib chiqamiz. Ularni birinchi ochgan bo'lsak, A kara A ni kvadrat bo'ladi deymiz. A kara 4 plus 4 da A. Keyingisi 1 kara A plus A bo'ladi. Keyinchi 1 kara 4 plus 4 bo'ladi. Minus nima bo'ladi? A kara A ni kvadrati. Minus kara plus minus bo'lgani uchun 2 ta A ga teng bo'ladi deymiz. Barobar qaranglar. Bu ifoda chiqqan bo'lsa, A kvadratga rasm bo'lar ekan, ketib qolar ekan. Aylar ekan 4 ta bitta 5A, 2 tani esa 3 ta A qolyapti. Yana birorta nima bo'lyapti? Qo'shilgan 4 bo'lyapti. Ana bu barobar. Qaranglar. Birinchi ifodamiz nima edi?
45814 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan o'nlarga qolamiz 4 ga teng bo'ladi. 3 kara 4 12 ni ikkinchi yodda 1 yodda bor. 3 kara 1 3 bir yoddagidan 4 bo'ladi deymiz. Ana endi 3 kara 8 24 to'g'ri 2 yodda bor. To'g'rimi? 3 kara 5 15 2 yoddagidan 17 ni 7si 1 yodda qoldi. 3 kara 4 12 1 yoddagidan 13. Qo'shilgan o'nlar nomidan keyin 4 bor. Bu bora boshlayapmiz. Necha bo'ladi bo'lardi shunda? 137 6. Shu holda chiqargan. Qaysi yoqda turib? A joyga chiqargan. Buni belgilashni qarashsak, tezroq chiqadi ham hisobda osonroq bo'ladi. Keyingi misolimiz aytyapti, 13-misolda. Sharhida aytyaptiki, 6 ni berilgan songa ko'paytirganda deyapti, hosil bo'lgan son deyapti. Nuqta-nuqta 44 bo'lishiga hosil bo'lsa deyapti. Berilgan sonlardan qaysi biriga bo'lishi mumkin deyapti. Qanday biz son bo'lgan ekanda, nuqta-nuqta mana x, y ko'rishdagi son ekanda, shuni ko'paytiryapti nechiga? 6 ga. Javob nechi chiqyapti o'sha paytda? Aytinglarchi? Nuqta-nuqta 44 ko'rishda. Buni nima qilamiz hozir? Birinchi fikringiz qani? 6 kara nechi 4 bilan tugaydi oxiri? 4 bo'lsin deyman. Y barobar nechi bo'lsin? 4 bo'lgan paytda. Demak, qanchalar? O'sha paytda 24 bo'ladi-da, 2 yodda qo'shilgan bo'ladi 4 ga. 4 da 2 ni yeb qo'yamiz, nechi? 2. 6 kara nechi 2 bilan tugaydi? 2. Demak, o'sha ifoda nima bo'lgan ekan mana? 24 ko'rinishda bo'lgan ekan o'sha ifoda. Qaysi javob turibdi bu? A javob kelib chiqargan. A buni tushunmagan o'quvchilarga hozir bunga staj yo'q, ozgina matematikani endi o'rganayotgan bola javoblardan ketadi. Birinchisi deydi, berilgan javoblardan deyapti. Quyidagilardan qaysi biridan shu oldingi bo'lsam, oxirida nuqta-nuqta 44 ko'rishdagi son bo'ladi deyapti. A javob yozib olamiz uchun. A javobda deyapti, mana shu son berilgan, oxiri 24 deyapti. Ko'paytiraman 6 ga deydi. 6 kara 4, 24 2 yodda bo'ladi deydi. 6 kara 2 12 2 qo'shib bo'ladi javobimiz bo'ladimi? Hop, 14 ga yozib oladi, mana bu bir barqot ketadi, biz shartdas. O'shanda o'sha so'ragan 44 kelib chiqar ekan. A javob ekanini belgilab ketadi. O'sha kamida nima qiladi bo'lib, variantdan ketadi. A B javoblar ko'payishgan o'z javobini chiqarishi mumkin bo'ladi. Ana tushundingmi? Yozib oladi. 14-misol deyapti. 3685 sonlarini ayni bir songa bo'lganda, birinchisida bo'limi 32 ga teng bo'lsa, ikkinchisida nechaga teng bo'ladi deyapti. 3680 da qaysi songa bo'lsa 32 chiqadi. Demak, o'sha son topishni nima qilamiz? X barobar deymiz. 3680 bilan boramiz. Bo'laveramiz nechiga? 32 ga. Aymatak bo'lib ko'ramiz. 3680 bo'lingan nechi bo'lyapti? 32. Nechta bor ichida birinchi? Bitta ko'ramiz. Ayirsak 32 bo'ladi. Nechi bo'ladi 62 desam? 4. 8 tushadi. Nechta bor ichida? Bitta bor. Ayirsak 32 bo'ladi. Nechi chiqadi bu yerda? 6 qoladi, tepada 1 tushadi. Nechta bor ichida 160 ta, 32 ta, 5 ta. Ayrsam 160. Javob nechi chiqyapti? 0. Ana endi o'sha son nechi bo'ladi? Asli x-lik. 115 ga teng bo'lar ekan. Ana endi aytyapti 5600 ni 5060 da 115 ga teng chiqadi deyapti. Buni bo'lib ko'ramiz. Necha? 115 ni. Birinchi nechta bo'lsa bo'ladi? Xo'p. 5 ta ko'radigan bo'lsa, 500 nechta bo'ladi? 500 qanchalik ketadi? Osh ketadi. 4 ta ko'ramiz. 4 kara 5 20 5 yodda 2 yodda 4 kara 4 2 yoddagi bilan 6 4. Nima bo'ladi esa 6. Bundan esa 6 necha bo'ladi? 4. 460. Nechta ko'ramiz endi? 4 ta. 4 ta ko'rsak esa 460. Demak, o'sha son necha bo'ladi ekan? 44 ga teng bo'ladi ekan. 14-misolimizda. Bundan keyin misolimizni aytyapti. 15-misolda 50 dan kichik tub sonlar nechta deyapti. Tub sonlar o'zi qanaqa sonlardir? Faqat o'ziga birga bo'lgan sonlar tub sonlar deyiladi. O'shalarni 50 dan kichiklar nechta deyapti. Javob yozyapmiz. Birinchi 2. Nechi bor undan keyin? 3. Nechi bor? 5, 7, 11, 13, 17, 19, nechi? 23. Nechi bor undan keyin kelgani? 29, 31, 37, nechi keyingisi? Bezovchi 37 dan 41, 39, 13 qo'shilib qoladi. 41 dagi. Peruski nechi kelaychi?
43, undan keyinchi bor 47. Bular 50 dan kichkina ham emasmi? Kichkina bo'lyapti. Jami nechta bor ekan sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jami nechta ekan? 15 ta tubson bor ekan. Nechta kichkina bo'lgan? 50. Qancha javob bo'ldi bu? 1 javob chiqadi. Misolga shundaymi? Yozamiz. 16-chi misolda 50 plus n ifodani deyapti. N ning qanday qiymatlarida deyapti. Tub ko'paytuvchilar eng kam bo'ladi deyapti. Eng kam tub ko'paytuvchi deyapti. Uning uchun bergan ifodani bo'lish kerak, tub son bo'lish kerak. Endi men birinchi qaranglar. 1 ni qo'yib ko'raman. 51 tub bo'lsa kerak o'ylayapman-da. 1 qo'ysam, n barobar 1 qo'ygan bo'lsam, 51 tub son bo'ladimi? 5 ga 1 qo'shsam 6 bo'ladi. Raqamlar 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadigan qoida bor. Bo'lish belgilarini o'tamiz. Hozircha qaranglar, 53 ko'rsam 17 bo'lishini bilaman men. Shuning uchun nima bo'lsa ham bu tub son emas, chiqib ketib qolyapti. Endi 2 ga qo'ysam, o'z-o'zidan 52 murakkab son. 53 chi? 53 tub son bo'lsa, n barobar 3 qatnashadi. N barobar 3 bo'lganda nima bo'lar ekan? 53 tub son bo'ladi, qalamdan bo'ladi. Ana endi keyingi variantlarimiz javobga qarasak aytayaptiki, xo'p, bu misolimizda S javobida 3 va 9 ga variantlar bor ekan. Kelib 9 ni ham ko'raylik. 9 ni qo'ysam, 52 qo'shsam 9 dir. 59. 59 dan qanaqa son? Tub son. Demak, 59 dan nima bo'lar ekan? Bu sonni eng kam tub ko'paytuvchiga ajratar ekan. Ya'ni faqat 53 faqat 1 bilan 53 ga bo'linadi. 59 faqat 1 bilan 59 ga bo'linadi. Shuning uchun bular o'ylab o'zaro tub sonlar bo'ladi. Demak, endi qanaqa qiymatlarda ekan? 3 va 9 ga. Qancha javob turibdi bu? S javob kelib chiqadi. Ana endi 17-chi misolimizni aytdikki, 48 sonning barcha natural bo'luvchilar yig'indisini toping deyapti. 48 son. Nedasi degan, nedasi degan tushunchalarni tanishamiz. U ekub va ekubonlarda keladi. Hozircha hali 48 son nechiga bo'linadi deymiz. Natural bo'luvchilar 1 ga bo'linadi, to'g'rimi? Keyinchi 2 ga, keyinchi 48 3 ga bo'linadi, keyinchi 4 ga bo'linadi. Undan keyingisi 6 ga bo'linadi, keyingisi 8 ga bo'linadi, keyingisi 8 dan keyin 12 ga bo'linadimi? Keyinchiga 24 ga bo'linadi. Keyingisi oxiriga o'ziga 48 ga bo'linadi. Endi ular hammasini nima qilib beryapti bizga? Qo'shib berib qo'y deyapti. To'g'rimi? Hammasini qo'shamiz. 1 ga 2, 3, 3 ga 3, 6, 6 ga 4, 10, 10 ga 6, 16, 24, 12 ni qo'shsam, 36, 24 ni qo'shsam, 60 ga 48, 108 ga teng ekan. Nimasi? 48 sonini natural bo'luvchilar yig'indisini topib qo'yibmiz biz. Nima so'ragan lekin bular natural bo'luvchilar sonini yig'indisi so'radik. Bizda 108 ga javob bormi? Javob. Javob bo'lmasa? Javob. Javob kelib chiqadi. Ko'rsatma to'lgan boshqa javoblar qolmadimi? 1, 2, 3, 4, 6, 8 yozdik, 12 ni yozdik, 12 dan keyin 24 da 24 dan keyin necha bo'ladi? 48 ga bo'ladi. Shular hammasini yozsam, qancha javob ekan bu? S javob kelib chiqar ekan. Keyingisida ifodada aytyapti. 18-chi misolimizda. Nima deyapti aytdim esa 31, 32, 33, 34 va hokazo ketgan oxir nechagacha? 79, 80. 79, 80. Mana shu qaranglar, ikki xil sonlar yozilgan. Endi 31 dan yozish 80 gacha. Mana shu katta son bo'lgan bo'lsa, shuni nima hisob deyapmiz-da? Raqamlari yig'indisini top deyapti. Buning uchun nima qilamiz deymiz? Qaranglar. Misol uchun 31 dan boshlanyapti deydiga. 31 dan 39 ga yozib olgan bo'lsam, buni raqamlar yozsa chiqadi. Hozir chiqamiz. Bu esa 31, mana 32 va hokazogacha davom etadi 39 gacha. Bitta xonasi son bor degan bo'lsa qaranglar. 75. Bitta shuncha kerak bo'lasizlarga hamisha matematikani endi 1 dan 9 gacha raqamlaringiz 45 ga teng bo'ladi. Nima ekan? 1 dan 9 gacha raqamlaringiz 45 ga teng bo'ladi. Yozyapsizlar, sonni misol uchun raqamlar yozyapsizlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yozsanglar, shu 9 ta raqamlaringiz 45 ga teng bo'ladi. Hamisha kerak bo'ladi shu. Ko'pincha misol ishlashlarda. 9 ga 1, 10, 2 ga 8, 10, 3 ga 7, 10, 6 ga 4, 10. Jami necha bo'ladi yig'im shular hammasi 45 ga teng ekan. Xulosa 1 dan 9 gacha raqamlarni teng bo'lar ekan bizda 45 ga teng bo'lar ekan deymiz. Ana endi bu ifodani topmoqchi bo'lgansiz qaranglar. Bizda 1 dan 9 gacha 45 bo'lish ma'lum. Endi hozircha 3 dan nechta bor deyman. Uni uchun qaranglar. 39 dan 31 dan ayiraman. Chiqar javobimiz 8 bo'ladi. 1 ni qo'shsam
9. Necha son bor ekan shu yerda bor? 9 ta. Bu degani 9 ta qatnashyapti degani. Nima bo'lar ekan? 9 kira 3 qo'shilgan. Mana 1 2 3 4 5 9 gacha yig'imlarni berardim bu. 45 ni berardim, to'g'rimi? Keyingisi o'tyapman makta. 39 dan keyin boshdan keyin shundan keyin 40 41 necha oxirisi bu haqda 49. Ana endi bu yerda necha son bor? Opamiz qaranglar. 49 aylanib 40 ta. Necha chiqadi? 9 birni qo'shsam 10 chiqadi. Nima bo'ladi demak? 4 kira 10 qo'shilgan necha bo'ladi? 45 ga teng bo'ladi. Keyingi ifodamiz necha bo'ladi deymiz? 50 dan boshlanyapti nechigacha Fayzulloh ketyapti-da? 59 gacha. Nima qilamiz topish uchun? 50 dan 5 kira 10 qo'shilgan 45. Keyingi ishimizchi? Nima bo'ladi? dan 69 gacha. 60 61 hokazo bo'ladi. 69 gacha nima bo'ladi? 60 qo'shilgan 45 bo'ladimi? Keyingisi nechiga o'tamiz? 70 dan nechigacha? Hokazo 79 gacha. Nima bo'ladi topigan bo'lsa 7 kira 10 70 qo'shilgan 45. Mayda nima bor alohidaki? 8 bor, to'g'rimi? 80 raqamga 8 deb bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi bularni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi 27 qo'shilgan 45 bor, mana qaranglar. 45 dan topamiz qaranglar. Xo'p, 45 dan nechta bor? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 45 kira 5 necha bo'ladi? O'zingizlar 225 bo'ladi, to'g'rimi? 225 ta o'zi oldim. Qo'shilgan. Mana deb o'tyapsiz qarang. Xo'p, 40 ta qo'shyapman 50 ta. 90, 90 ga 60, 150, 150 70 qo'shsam necha bo'ladi? 220. 220 bo'lyapti, to'g'rimi? Qo'shilgan. Mayda nima ortib qoldi? 27 ham bor, o'tdan keyin 8 ham bor, to'g'rimi? Barabar qo'shilgan bo'lsa, qaranglar. 223 qo'shsam nima bo'ladi? 220 necha bo'ladi? 445 qo'shilgan. Qo'shsam necha bo'ladi? 35. Nima bo'ladi yig'indi shunda? Общий 480 degan bo'ladi, ko'ramiz. Ana endi qaranglar. Bu ishlanish yo'lida oson yo'li bor. Ixtiyoriy 50 ta ikki xonali sonlar yozilgan bo'lsa, o'sha sonni raqamlar yozib topdik bo'lsa, 5n qo'shilgan 80 degan formula o'rinli bo'ladi. Yozamiz, qarang. Endi necha bo'lgan bo'lsa nima qilamiz? 80 deymiz. 5n qo'shilgan nimadir? 80. Xatlar soniga qarasang 50 ta xat bor bu yerda. 80 dan yana 31 da. Necha chiqadi? 49, 1 ni qo'shsam 50. Xatlar soni 50 ta bo'lgan bo'lsa, birdan boshlanib shu 100 gacha bo'lgan bo'lsa, 99 gacha bo'lgan bo'lsa, ikki xonali sonlar bo'lgan bo'lsa, 5n + 80 degan formula o'rinli bo'ladi. Agar formulasi bo'lmasa nima qilamiz? Mana bu yerga ketaveramiz. 5n + 80 qilib ketamiz. Endi eng katta 80 tanlab olamiz. Nima bo'ladi shunda deylarchi? 5 ko'paytirilgan 80 qo'shilgan 80. Ya'ni chiqar javobimiz 480 ga deydigan javob chiqadi ekan. Qaysi javob turibdi shu javob? Bajarib deb ekan. Misolga tushundingmi? Ishlanish yo'li o'sha oson yo'li, ishlarga formula yo'li. Yozaveramiz. Xo'p, qaranglar. 20 misollar xuddi shu misolga o'xshaydi. Yog'ingizga mana yashashimizda 11 12, 13, hokazo ketyapti. Oxirgi raqam necha bo'lyapti gashi? 60 ta tegyapti. Nima dedik? 5n + 80 degan formula. Xatlar soni 60 ta o'rnida esa necha bo'ladi? 49. Birni qo'shsam 50 ta xat bor ekan. Demak, nima bo'ladi? 5n + 80 ga tushiradi. 5 ko'paytirgan n o'rnida 60 qo'shgan necha bo'ladi? 80. Necha bo'ladi shunda? 380 ga teng bo'ladi. Qaysi javob turibdi? 380 degan javobimiz ketyapti. A javob kelib chiqadi. To'g'rimi? Keyingi misolimizda aytyapti. 22-chi misolimizda nima deyapti? A, B, S necha xonali? 3 xonali sonlar deyapti. Nima deyapti? Qo'shilgan M, N ikki xonali son. Barobar nimaga teng ekan? E, Y, nima ekan? D va H ga teng bo'lsa deyapti shartimizda. Demak, 2 xonali son bo'lsa, shu 3 xonali son bo'lsa deyapti. Bu 3 xonali son, bu 2 xonali son, bu 4 xonali son bo'lgan bo'lsa shartimizda F darajasida F qo'shilgan bo'lyapti. F qo'shilgan bo'lyapti sheriga A darajasida F bo'lyapti. To'g'rimi? Mana bu shuncha qo'yapti. Tasavvur qilinglar. Bu esa mana maksimum 999 olib turib, bu 99 olgan paytda 4 xonali son paydo bo'ladi-da. Shu birinchi raqam necha bo'ladi? 4 xonali son bo'ladi. 1 paydo bo'ladi. Hech qachon 2 bo'lib qolmaydi. Tushunyapsizlarmi? Tuzilgan odam aytadi shunga moslagan. Bu maksimum necha bo'lishi mumkin? F
Bir. Demak, xulosa ichi bo'larkan qiymati qolgan qiymat 1 bilan boshlanishi kerak. Agar mana ifodaga qarang 800 ming ichida olgan bo'lsa, bu 99 olgan turibdi hamda 899 ga qo'shsam 99 nima bo'ladi? To'rtxona hisob paydo bo'lmaydi. O'z-o'zidan aniq qiymatni necha olish kerak? Maksimum qiymatni olish kerak. Nechta tanlash kerak aka? 9 tanlashingiz kerak bo'ladi. Shuni yozyapsiz qarang. F necha chiqdi javobi? 1 darajasida mana yozyapmiz. E plus F qanday son bo'lsin endi. Endi ahamiyati yo'q. Xohlasa mana 8 olsin, bu 7 olsin. Nima bo'ladi? Shuni 8 ga qo'shsam to'g'rimi? Qo'shilgan. A nechi? Aniq qiymatni chizdik. 9 darajasi bo'lib qoldi, birinchisi bo'lib qoldi. 1 haqi darajasi 1 ga teng. 1 qo'shilgan 9 nima bo'ladi shunda? 10 ga teng bo'ladi. Xulosa qarang. 1 da haqi darajasi 1 da 10-si ham, 100-si ham, 1000-si ham, 0-si ham nega teng bo'ladi hamisha? 1 ga teng bo'ladi. 1 darajalar. Ejob degan ejobga chiqadi. Keyingi misolimizga qaraymiz. Nima deyapti? O'tish misolimiz shartida A, B, S 3 xonali sonlar bor ekan bizda shartimizda. Qo'shilgan D, Y, S 3 xonali sonlar. Barobar nima chiqyapti? E, K, M va S. Bu 4 xonali sonlar. Qaranglar o'quvchilar. Mana maksimum 999 bo'lsa, bu ham 999 ga biz qo'shsak 2000 degan javob chiqishi mumkinmi? Yo'q. Bizda F qiymati o'z-o'zidan ma'lum. Nechaga teng edi? F qiymati mana 1 ga teng bo'ladi deymiz, hamma. Ana endi ikkita raqam yig'indisi nimaga teng? O'sha raqamga teng ekan. 1 ga 1 qo'shsam 2 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. 2 ga qo'shsam 4 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Qaysi raqam bor? Raqamni o'ziga teng. S qiymati 2 bo'lishi kerak ekan. 0. Bu yer 0 ekan, 0 bo'lgan paytda javob nechta o'sha paytda? 0. Xulosa, bizda F bilan F qiymati necha bo'larkan hamisha? 1. S javobi-chi? 0 ga teng ekan. Biz shartimizda nima topib beryaptilar keyin? F darajasida A plus nima so'rayapti? D qo'shilgan bo'lyapti. B plus D darajasida nima topyapti? Endi nimasini S deyapti. Barobar ishlayapsiz, qaranglar. Endi nima bilan ahamiyati yo'q. Mana bu 9 tanlab olaylar. Mana bu 9 tanlab olaylar. To'g'ri, mana bu yerda 6 tanlab olaylar. Biz necha bo'ladi? 7 tanlab olaylar. Qo'yib ko'ramiz unga qarang. F necha bo'ldi desa, F qiymati 1 da har qanday darajasi necha bo'ladi? 9 ga qo'shsam 9 18-chi. Baribir nima bo'ladi? 1 da beraveradi, to'g'rimi? Qo'shilgan, hammaga fayzullo. B 6 ga qo'shyapmiz D. Necha chiqdi? 15. 15 darajasini topdik, 0 turibdi. Har qanday son 0 1 ga teng. Tushundingizmi? Nima bo'lar shunda? 1 da har qanchasi? 1 qo'shsam 15 0 ise ham 1. 1 ga 1 javob 2 chiqadi. Qancha javob turibdi? 2 degan javob bizda S javob chiqadi. Savol bormi? Misol bo'yicha yozib olamiz. Geometrik hisoblayapti, 909 dan hisoblayapti, kvadrat topyapti. Oddiy dasturlarga o'rnatib qiymatni ko'paytiradi. 999 ga nima qilamiz? 999. Qiymatni ko'paytirmadan javob chiqasiga bo'ladi. Lekin osonroq yo'lni chiqarish shuni qarang, birinchi o'yinlar. 999 ga nima qilsam bo'ladi buni? 999. Buni bog'lasam bo'ladi. Nechiga? 1000 minus 1 desam bo'ladimi? Yozyapmiz qani, birinchisini. 1000 ayirgan bo'ladi 1. Ko'paytirgan nima qilyapti? 999. Nima bo'ladi shunda birinchisini ishlagan bo'lsak? 999 dan keyin nechta nol bor? 1 ta, 2 ta, 3 ta nol bor. Ayirgan shega nima qolyapti? 999. Oxirida noldan ayirmagancha nima qilaman? 10 olib beraman. 10 dan 9 ketsa nech bo'ladi? 1 bo'ladi. To'g'rimi? Keyingi ishimizchi 9 dan 9 ketsa 0 bo'ladi. Nechi qoldi betda? 9 dan 9 ketsa 0 bo'ladi. Keyinchi betda Fayzulloh 8 qoldi. 8 99. Qancha javob turibdi shu javobimiz? Berilgan javoblarning ichida bir javob chiqishi kerak bo'lar ekan. Albatta bu yerda sho'rlikda osonroq bo'lib aniqlanishi bo'ladi. Qo'shimcha qilib. Yerning hisobi deyaptiki, sonlar ketma-ketlik tut son bor deyapti. Tut son foydasi nima? Faqat o'ziga bo'lgan bo'ladigan sonlar tut sonlar deyiladi. Yozyapmiz. Bir tut son bo'ladimi? Yo'q, chiqita 2, tut son 3, tut son 15 murakkab son 17, tut son 20 jam, tut son 24. Murakkab son 169 13 kvadrat degani. Qaranglar. Yozib bering. Birinchisi 1 kvadrati 1, 2 kvadrati 4, 3 kvadrati 9, 4 kvadrati 16, 5 kvadrati 25, 6 kvadrati 36, 7 kvadrati 49, 8 kvadrati
64, 9 kvadrati 81. To'g'rimi? Kvadrat edi. Ana endi 10 kvadrati 100. To'g'rimi? 11 kvadrati 121, 12 kvadrati 144, 13 kvadrati 169, 14 kvadrati necha bo'ladi? 196 bo'ladi esa 15 kvadrati 225 bo'ladi, 16 kvadrati 256 bo'ladi, 17 kvadrati 289 bo'ladi, 18 kvadrati 224 bo'ladi, 19 kvadrati 19 kvadrati. Xo'p, mana 18 kvadrat edi. 19 bilan topsangiz bo'ladi javobimiz 261 bo'ladi. 20 kvadrati 400 ga teng bo'ladi. Bugun sizlarga qaranglar. 20 ta sonli kvadratni nima qilamiz? Yodlab kelamiz. Tushundingmi? Ana endi qaranglar. 169 necha ekan? 13 kvadrat chiqib qoldi. 209chi. 17 kvadrat chiqib 361chi. 17 kvadrat yaxshi ketdi. Demak, hech bir son bor ekan bergan savol ichida bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Qancha javob topdik? To'rtta degan javobimiz Bir javob. bir javob chiqadi. Keyingi misolimizda aytyapti 26-shartimizda 7 ga karrali xonasi natural sonlar nechta deyapti. 7 ga karrali bo'lgan ikki xonali natural sonlar. Birinchisi necha bo'ladi? İki xonali 7 karrasi 14. Undan keyin 21, keyin 28, 35, keyin 42, undan keyin 49, undan keyin 56, undan keyin 63, 70, keyinchi 77, keyinchi 84, necha keyingisi? 84dan keyin 91, 91, undan keyin 98. Jami nechta bo'lyapti? Bilasizmi so'rasanlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan. Bir javob. 13 dan. Bir javob. 28 misolimiz aytyaptiki, shu 4 ta deyapti, 4 darajasi 12 topib beryapti. Qaranglar, hammasi o'xshaydimi yo'qmi? Nechta bor? Tasodif olma. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, jami nechta? 4 ta olma. 4 ko'paygan qolyapti, 4 darajasida 12. Darajalar qo'shiladi. Asosan o'yinga paytda o'taman ko'rsatish o'xshatgan mavzuda. Lekin hozircha ko'paygan uchun bitta bir bor deymiz. Necha qo'yamiz ekan? 1 ga qo'shilar ekan 12. Necha bo'ladi shunda? 4 darajasida 13. Buni yozishim mumkin qarang. 4 nima degani? 2 ni kvadrati degani. 2 ni kvadratini 13-si barobar bo'ladi deymiz. Ifodamiz. Bu bilan 13 kar 2 2 darajasida olib qolamiz, 26 ga teng bo'ladi deymiz. Barobar ishlayapsizlar. Javoblarda qanaqa ko'rsatilgan bu? 2 darajasi 26 bormi yo'qmi? Yo'q. 2 darajasi 26. Bir javob kelasiga o'tibdi. Siz javob chiqyapti. Xo'p, 18 kar 2 36 bo'lyapti. 4 darajasi 25 bo'lyapti. Mana A javob necha kelasiga 26 bo'lishi kerak. A javob sizlar ko'rinmabdi-yu. Men kitobda ko'rinmabdi. A javob bo'lishi kerak. A javob. 29 nima deyapti shartida? Aytinglarchi? 2001. 2001 Ko'paytirib 2004. 2004 ingizcha minus 2002 ko'paytirilgan 2003 bo'lyapti, to'g'rimi? 2003. Qaranglar, ertalab ko'rdik. Nima qilamiz? Eng kichkinasini belgilab olamiz. Nimadir? A. 2001 Eng kichkina ifoda qaysi paytda? 2001 barobar nimaga teng? A'ga. Birinchisi bo'lib qoladi shunda A ko'paytirilgan, A qo'shilgan 3 ayrilgan bo'lib qoladi. A qo'shilgan 1 ko'paytirgan bo'lib qoladi sherigi. A qo'shilgan 2 bo'ladi. O'zimiz barobar ishlayapmiz, qaranglar. Buni ochgan bo'lsam, A kara bo'lib qoladi deymiz. A kvadrat. A kvadrati, A kara 3. 3 ta A bo'ladi deymiz. Keyin bo'lib qoladi. Qo'shilgan ayrilgan A kara ayrilgan A kvadrati bo'ladi deymiz. Plus kara minus bo'lib qoladi, minus 2 ta A bo'ladi. Kengishimiz minus kara plus minus bo'lgan hisobiga minus bo'lib qoladimizmi? A bo'ladi deymiz, to'g'rimi? Mana minus qo'ydim, mana qoladi. Keyin minus kara plus yana minus bo'ladi. Minus nima bo'ladi? 2 degan javob bo'ladi. Ketadiganlar bormi yo'qmi? A kvadrat. Ketyapti. 3a yu 3a bo'lib qoladi, ketadi mana. Yig'amiz. Demak javob nima bo'lar ekan? Minus 2 ga teng ekan. Buni olib ko'paytirishganimiz nima qiladi? Ancha qiynaladi. A javob. A javob chiqadi.
Keyingi misolimizda 30-misolda shartnoma beryapti. Dastlab 100 ta natural sonlarni yozganda 7 raqami necha marta takrorlanadi deyapti. Dastlabki natural son 7 raqami necha marta keladi? Birinchi 7 raqamli natural son necha bor? Dastlab 7. Necha o'rndan keyin? 17, 27, 37, Fayzulloh keyingisi 47, keyin nechi? 57, 67, keyingisi 70, shundan keyin 71, 72. ha 72 va hokazo. Mana 77 da 2 marta keladi. Keyinchi bo'ladi 78, 79. Keyinchi 87, 97. Tekshiramiz, qaranglar. Mana bu 70 dan 79 ga hisob olsa nima qilardik? 79 dan 70 ta ayrasizlarda bir qo'shib olsa, jami necha son bor? 10 ta. Bu degani 10 ta 7 qatnashyapti-da. Faqat 77 7-chi bo'lgan 2 marta gancha nechta bo'lib qolar ekan? 11 ta bo'lib qolar ekan. 7 talar soni. 70 qatorda. Ana endi 11 dan keyin 11 ta bor ekan. Ba'da nechta bor? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mana. Bu ikki necha qoldi? Ikkinchi necha? 19, 20. Jami necha marta keladi 7 raqami? 20 marta. Da javob turibdi. Da javob. Xolasini 3 desin, xolasini 2 desin, xolasini 5 desin. Har necha marta keladi ekan? 20 marta keladi. Tushundingmi? 7 raqami necha marta keladi desa 20 marta deymiz. Hop, aytayapti. 7 raqami qatnashgan sonlar nechta desa nima qilamiz? Sonlar 77 bitta son bo'ladi biz uchun. O'sha paytda nechta bo'ladi? 19 ta deymiz. 7 raqam necha marta desa 20 marta deymiz. 7 raqam qatnashgan sonlar desa 19 ta deymiz. Tushundingmi? Farq shunda. Lekin bizda 20 marta bo'ladi, dejavobga kelib chiqar ekan. Bugun o'tirgan mavzu bo'yicha savollar bor, kundalik. Qolgan hammasi tugasa bo'ladi. Bizga e'tiborchi rahmat. Sog' bo'linglar.